Hürmetli vatandaşım, bir işe kız gap kılaylı. Biz azar kaygıda biz, musibette biz, bizden dini akabirimiz, dini alimimiz, dini mütehassisimiz, cemiyet erbabımız, Uygurlar arasında en büyük hürmetke sazavər merhum Mehmet Salih Damıllı Hacim Xitayning türmesinde qatl qilindi. Türmeye kirib 40 gündən keyin qatl qilindi. Xitay bu orqali nima demoqchi? Biz merhum Mehmet Salih Hacimga Allah'ın cennetin urun berişini talab qilamiz. Xitay hozir haddidan oshqili turdi. Kim Xitoyga shunda yo'l qo'yib buni tushungili bo'lmaydi. Xitoy yaqinda Qashqarda doktorxonada dedi. Abdulmut Damillani qatl qildi. Yoki doktorxonada bir sabab bilan o'ldirdi. Onun orqadan qancha vaqt o'tmayla endi bugun Mehmet Salih Damilli Hacimni qatl qildi. Xitoy bu orqali dunyoga nima signal beryapti? Mesela alaylı hazır G'arb dünyasida Uygurlarning kishilik huquqi ko'ngil bo'lish dedi. Ras. Kishilik huquqi ko'ngil bo'ldi. Kishilik huquqi ko'ngil bo'ldi. Buning uchun Xitoy bu darajada ansirab ketishning hojati yo'q. Xitoy nimadan qo'rqadi? Bu o'zi Xitoyning o'ziga ma'lum. Siz bizga bu ma'lum emas. Esingizda bo'lishi kerak, o'tgan yil 2-oyda Xitoy hukumati Xotinda harbiy safarbarlik yig'ini ochdi. Qashqarda harbiy safarbarlik yig'ini ochdi. Shundaqla Urumchida harbiy safarbarlik yig'ini ochdi. Uyg'urlarga urush e'lon qildi. Uyg'urning qo'lida bir tal yig'ini yo'q. Uyg'urning qo'lida katmanning sepidan boshqa hech nima yo'q, hech nima yo'q. Bir Allohga iltijo qiladi. Allohdan madad va yordam tilaydi. Uyg'urga yordam beradigan hech qanday bir kuch yo'q. Uyg'urning o'zining irodasi, o'zining kuchi, o'zining ittifoqligi, o'zining aqliga tayinishdan boshqa hech qanday bir yo'l. Hozir Xitoy haddidan oshqili turdi. Nima ishga bunday qildi Xitoy? Biz har xil tahlil qildik, har xil analiz qildik. Balki oldimizda bu analiz tahlillarimiz to'g'ri bo'lib chiqdimi deyli, yoki bir faraz qiyos bo'lib chiqdimi deyli. Nima ishga Xinjiangda yoki Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida Xitoy bu darajada zo'ravonlik qildi. Sababi nima? Biz yaqindan beri dartmilgandek yoki algan xabarlarimiz asosida faraz qilib dedikki, Dalay Lama Tibetga qaytadi dedik. Yaqindan beri Dalay Lama yani u Tayshanga qaytaman degan talabni qildi. Bu to'g'ri bir taraddud, bir tayyorlik yoki atili yo'lga chiqilman deydigan ish yo'q. Xitoy nimadan qo'rqadi? Nimadan cho'chiyapti? Hozir Xitoy Wuhan koridorida harbiy baza qurmoqchi bo'ldi. Hozir Xitoy Tağlıq Badaxşan, Leyli Badaxşan etrafındaki Afganistan'a tabi ülkelerde harbiy baza kurmakçı bulup. Birinci ayın 24. günü Abdunum rayının reis Şevket Zakirov neme dedi biz çıgıraladı seppil, saddetin sepili kurumuz. Kurallık kişiler bir yerden kirelmeydi dedi. Onun degen bu siz 24. günü, birinci ayın 16. günü Kazakıstan'ın prezidenti Nazarbayev Washington'da ziyaret kılıp qaytip ketdi. Aradan 6 gün ötmeyle sen bu sözlü sözleşken mecbur boldun. Niye seni mecbur kılıp atkan zaten niye? Bu qatim Çağmençmen Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Devlet Müdafiə Ministeri Ürümçiga bad. Del şu küllerde yaki Çağmençmen bunun da haberdar bu. Yaki içki bir sebep var mı? Sizge bizge karanğı bir Allah aydın. Nimiş Çağmençen'in berişi bilen tanla bizden damıllan dini akabirimiz Mehmet Salih Hacim türmede qatl qilindi. Yani bir tarafı Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatining prezidenti 1-ayning 30. günü devlet siyaseti. Amerika Devlet Meclisi devlet siyasi söz dedi. Hakikaten bu sözlerde algan ibarlı işletken ibarlı cüngük işletken ibarlarning qattiqlik derecesini keyin qatımda sözleyimiz sebebi ben bugün sözleyen leksiyada Xitoy bunu to'liq tarjima qilmabdi. Keyin sözleyimiz qattiqlik darajasi shu yerga yetdi. Ana dal shu 30. kunida
Amerika Devlet Meclisi'nin Avam Palatası da Cungu ile Xitay uruş qalsa qandaq iş yüz berdi degan mazmunda guvohlik berish, guvohlik elish yig'ini o'tdi. Hozir Prezident Trump hukumati kishilik huquqni ta'kidlaydigan, kishilik huquqni himoya qiladigan va bu to'g'rida siyosat so'zlaydigan hukumat bo'lmay qoldi. Biroq bu hukumat Amerika Qo'shma Shtatlarining bu hukumati masalani qayerdan tutyapti? Siz qiladiganingizni qilib turing. Siz avval savdo sohasida javob berasiz. Siz avval pul muomala sohasida javob berasiz. Siz avval Dunyo savdo tashkilotiga kirgan vaqtda bergan va'dingiz oldida javob qilasiz. Siz tangsizlik bilan savdo qilib, shu 30 necha yildan beri Amerikani qanchalik siz yangi uchratdingiz? Siz bunu төлeysiz. Baş dedi o. Biz hazır pulumuzu qaytırıp kelyapmiz dedi o. Siz bunu төлeysiz. Dal şundaq vaqt geldi. Demek Amerika Cumhur münasebeti şirikleşti. Meyli Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi hukumati, Prezident Trump hukumati kishilik huquqqa ko'ngil bilsin, ko'ngil bilmasin. Yilda bir qatam doklad e'lon qilib qo'yish yoki diniy e'tiqod to'g'risida bir parcha doklad yozib qo'yish bilan bu hal bo'lmaydi. Xitay bunga pisand qilg'inimi yo'q, hech qachon pisand qilg'ini yo'q. Endilikda gap Cumhur Amerika munosabati mushu darajaga yetganda siz Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida nimaga jiddiylashib qoldingiz? Bizning mo'tavarlarimizni, akabirlarimizni qiyin qistoq qilib o'ldirishga boshladingiz. Ularni vafot qildingiz, ularni shahid qildingiz. Balki Alloh uning shahidlik maqomi bergandir. Bizning doirlarimizni o'ldiryapsiz. Xitoy nima qilmoqchi? Siz bu orqali hozir Uyg'urlar intiqom urug'ini chechayotsız. Uyg'urlar orasida qisos urug'ini chechayotsız. 68 yil o'tdi. Bu oxirgi bostirish, balki oxirgi bostirish. Balki bu sizning oxirgi g'aljarligingiz Cumhur hukumati. Bu yoqda bo'lyapti-da, siz u yoqda Uyg'urlarga zarb beryapsiz. Belki hazır öttük, biz sizlerle leksiyada sözüldük. Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosati Janubiy dengizda bundaq o'zgardi dedik. Tayvan bilanki bo'lgan munosabat doirasida bundaq o'zgarish bo'ladi deb so'zlab keldik. Demak, siz agar Janubiy dengizdagi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bo'ladigan o'zgarish ichida tasodifiy bir voqealar bo'lib qoladigan bo'lsa, demak Janubiy dengizning yo'li taqaldi degan gap. Sizning qaningizni elindi degan gap. Siz hozir shuning uchun g'arb yo'lini echish yoki Xinjiang Uyg'ur avtonom rayon orqali quruqlik yo'lini echish. Shuninga taraddud qilyapsiz. Shuning uchun Uyg'urlarni qatl qilyapsiz. Uyg'urlarni bostiryapsiz. Dünya tarixida kim anglagan hurmatli vatandoshlar 120 ming kishi, bir Qashqar o'lkasida 120 ming kishi qo'lga ilindi, hapsiga tashlandi, yig'ib olish lageriga yig'ib olindi desa, qayerda anglagansiz? Biz Germaniya faşizminin joyishlarning ustida yurgizgan qatl omma harakatlarda yig'ib olish lagerlarini yasaganda 6 million joyishdan German faşizminin siyosalak bo'lganligini anglagan. Hozir dunyo, Ikkinchi dunyo urushi oxirlashdi. Dunyo shunday bir tish davr kirdi. O'zingiz Davos yig'inida so'zlagandek erkin so'z degan erkin so'zni ig'izga oldingiz Cumhurlar qapandi. Nima ishqi Cumhurlar Uyg'urlarni kechiringlar. Nima ishqi Uyg'urlarni siz bu darajada qatl qilasiz? Bundan hozir anglasam rasm yolg'onmi bilmayman vatandoshim, men shunday aytay. Hozir Urumchida Muhammad Sahli damalloh hozirda dafn qilish murosimi o'tkazilganda Xitoy soqchilari yana zo'ravonlik ishlatgan gap. Qanchalik odam qo'lga olindi yoki qanchalik odam zarb berildi, buningda xabarimiz yo'q. Biroq Uyg'urlar bu qatam 3 og'iz gap qilgandek turdi. Nima deysan, endi jasadni ko'mgini qo'ymamsan degan gapni qilgandek turdi. Biz Uyg'ur xalqining g'ayratiga ofirin aytamiz. Agar shu g'ayratinglar bo'ladiganlar bo'lsa, Uyg'ur xalqi mayli qayerda bo'laylik, biz oxiri o'zimizning erkinligini, huquqini, davlat qurish huquqimiz, xalqaro jahongir davlatlar tomonidan setib etilgan bizning davlat qurish huquqimizni asliga keltiramiz va davlatimizni asliga keltiramiz. Bizga bundan boshqa yo'l yo'q. Bundan boshqa yo'l yo'q. Hozir bugun shu munosabat bilan vatandoshlarimizga yuqori so'zlarni, yuqori leksiyalarni so'zlayotgan vaqtda oxirda Damullam Mehmet Salih Damullah hacımga Allah'ın
cennetten oran birişine ümit kılımız. Uygur halkı gayret özünde, işenç özünde, kuç kuvvet özünde Uygur halkı. Herkes meyislenme, herkes boşaşma, herkes ümitsizlenme Uygur halkı. Kayada yaşayan bolsan sen Uygur. Uygur men depmeden kurup durup yaşa Uygur. Ahırı bir ölüm. Xitay hazır zoravallık niye ki kırgın kılıç niye bastırışını muşu derece keltirdi. Nemeden çocuğu atsa? Sen bilen bizden neme alakamız? Mesela müstemlike alakası, müstemlikçilik alakası var. Biz sana da kural kötəmedik. Ya ki kurallık bir iş kılımız demedik. Ya ki harbiy iş kılımız demedik. Fakat tinç yaşavatkan Uygurga tinç yaşaş pul istemi vermesen. Bak yaşama turmuşunu canını al, canını bak deyin. Deydiğin işlemi kılmasan. Uygurlarını şu derecede kangır kakşasan bunun cevabı yok mu Cungo hükümeti?